2 kishi kam bo'lib qolgan jamoamiz mardonavor, matonatli o'yin ko'rsatib, haqiqiy vatanparvarlik namoyish etib 2-0 hisobidagi g'alabani qo'lga kiritdi. Yangi O'zbekiston yoshlarining qanday kuchga ega ekanligini butun dunyo ko'rdi. Davlatimiz rahbari tomonidan yoshlar uchun yaratilgan sharoit va imkoniyatlar o'z samarasini berayotganini amalda ko'ryapmiz. Hurmatli xonimlar va janoblar, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miramonovich Mirziyoyevning O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi a'zolariga yo'llagan tabrigini o'qib eshittirish uchun so'z O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Nigmatovich Aripovga. Shuningdek, martabali mehmonlarimizni ham sahnaga taklif etamiz. Marhamat. Futbol bo'yicha 17 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston terma jamoasi a'zolariga